Yaxshi chepammi? Vay yomon, Ha? go'zal. Udarmi? Udar. Anchadan beri qo'lda osh yemagan edim. Oldu. Bu ham bitta o'zgacha nima? To'g'ri, to'g'ri. Oshi kelinglar. Bir duo qilib qo'yamiz, tez-tez usta ko'rgani kelib Yo'q, turaveringlar. yo'qlar yo'la bo'lsalar kech qolmaylar. O'chit bilan. Ha, o'chit bilan. Assalomu alaykum do'stlar. Bizga mehmon tovoq kelgan ekan. Kecha boshlaganmiz hoji aka, tom ishlarini. Haligi nima deb qo'yadi, yaxshi inson osh ustiga chiqadi deydim. Hozir yetib kelibmiz. Men o'zi ishqibozaman, mana shu tabiat qo'ynida manzarani qaranglar. Buni musofirda yurganlar juda yaxshi biladi. Oshga kelinglar. Hoji aka. Oshga marhamat, biz olyapmiz. Ancha-muncha Instagramga chiqib olyapsizlar. Yo, nima qilib qo'yaymi? O'zimiz bo'ldi. Ustakalardan hammaga alangali salom. Xudo xolasa, bugun ish kunimiz ikkinchi kuni. Tom bitsa, yana ham chiqarishga harakat qilaman. Yoshlarimiz kundan kunga tiniqlashyapti ekan. Ochilib qolibdi hali o'tgan kelganimizdan beri. Egalari keldi, yo'qolgan. Sana poylaga keldi. Xudo xolasa, like, podpishka tugmasini bosib qo'yasiz. Sog' bo'linglar.